Hammaga salom obunasizlar. Bugun sizlar bilan Open Pack. Bu rekord bundan ochmaymiz. Boshqalardan ochamiz. Mana masalan, mana bu. Bu yerda Ibragimovich bor. Eng yaxshisi mana shu. Mana bu. 13 ta draftimiz bor. Bularni ham ochib olamiz. Ochib oldik. Mana jamoa. Oldingi jamoa boshqa edi. Bu yerda overimiz 123 over, bu yerda 122. Agar emblema full bo'lmaganda 122 bo'lib qolar edi. Mana emblemani qo'ysam full qilganman. Ko'padan to'tisini ana 123 over. Bu yerda mana quvara ishma bor. Hozir you know what I'm talking about? Come on. Ana bu yerga ko'ramiz. Tanishtirib chiqaman. Bu yerda Quaresma, Valverde, Snyder, Brahim, Donnarumma, Endrick, Nesta, Adams, Almada, Lautaro Martinez va Valverde, Alvaro Carreras, Pierrot mana. Pul A'da tushgan. Va Pedro Neto, Chanan, xullas shular. Va Jarzinho kartasi hamda Pedri. Draft ochishni boshlasak, mana hozir tanishtirib chiqaman o'yinchilarni. Bu yerga o'tib o'yinchilar joyiga kirsak, ko'rgan bo'lsangiz bu yerda Yusupov kartasi bilan O'tkir Yusupov va o'tib ketibmiz. Uzr sizlardan. Va bu yerda Vozinha Ispaniyaga qarshi zo'r o'yinlar ko'rsatdi bu darvozabon. Hamda N'Golo Kante eng zo'r emas, men uchun. Ikki oyog'ini 5 ga tor qilib qo'yishibdi.
va Semenyo kartalari. Endi draft ochishga tushsak, emblemaga qo'shildi, lekin yaxshi o'yinchi emas. Tushgan o'yinchi 113. O, yaxshi o'yinchi. Faqat pul B. Marokash va El Kabi. Mayli. Yana oddiy va 113. Tushgan o'yinchi va kim? Yana shu. Yana ochamiz. Yana 112. Yana 112 do'stlar. Negadir omadimiz kelmayapti. 5 dona draftimiz qoldi. Endi mayli 4 tasini shunga ochib qo'yamiz. Bu yerdan Zvorodskiy o'yinchisi tushdi. Yana tushsa hayron qolaman. Va yurdi va bu Foden. Yo'q. Kim bu? Dank. Lekin menga kerak emas. Shu bilan draftimiz tugadi. Bu yerga o'tib Olise Real Madridga kelishi mumkin 220 million yevroga. Real Madrid uni safiga qo'shib olmoqchi. Va u Michael Olise Crystal Palace o'tayotgan edi. Palace'ga. Hamma o'sha Crystal Palace bilan bo'lgan rasm va videolarini o'chirib tashlagan Instagramda. Nimaga deb chiqib ketdi bilmadim. Hozir do'stlar to'xtatib turaman. Mana bu kirguncha biz kutib turamiz. Boyagi gapim Bavariyaga o'tayotganida Crystal Palace haqidagi rasm va videolarni ochib tashlagan edi. Va Bavariyaga o'tgan edi. Keyin hozir ham Bavariya Real Madridga o'tsa kerak. Yana qaysi jamoaga o'tishini bilmayman, lekin Real Madridga o'tsa kerak. Keyin Bavariyadagi hamma rasm va videolarni o'chib tashladi. Demak, Real Madrid unga qiziqish bildirayotgan edi. Lekin Bavariya uni qo'yib yubormagan edi. Bilmadik, endi ko'ramiz. Hozir sizlarga maslahat beraman. Olaymi, olmaymi? Masalan, bu yerga kirib turib, mening o'yinchilarimga kiraman. Bu yerdan tanlayman. Lekin Jorjinyoni bermayman. Hammasini beraman. Elka abi qoladi. Bu ketadi bu. Hammasi ketadi. Mana, lekin bular qoldi. Hali bular ketadi. 10 ming bo'ldi. Mana.
o'yinchi berish kerak. Bu chanalni beraman. 10.000 bo'ldi. Mana masalan 10.000 emas, mayli. Aytayli. Mayli. 11.000 bo'ldi. 11.000 bo'ldi deylik. Mashinga masalan yo'q. Qo'shishimiz kerak. 13.000 ga kimni olsam bo'ladi? Yo'q. Tanlash. Menga qaysi yetmayapti? Menga hozirda hammasi yaxshi ekan. Bu ham yaxshi, lekin rank kam berganman. Qizil qo'shim kerak mana. Trossardni o'rniga 13.000 Star Shardsga kimni oli? Sen yozib ketsanglar. Men bitta o'qib bo'lganman hammasini. Star Pass sotib olmaganman. Hech qachon donat qilmaganman. Faqat F2P man. F2P free to play. P2V. Yo, P2P. Pay to play. Agar hech qachon donatlar qilmaganman. Division Rivals mana. FK Champion Legendary'ga chiqqanman. Mana. ID kerak bo'lsa. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan yana ko'rishib qolaman degan umiddaman. Like va obuna bo'ling. Like va obunani bosib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Mayli, hozir 27 tamizmi? 28 tamiz. Yo'q. Mayli, 50 ta bo'laylik. Keyin stream qilishni boshlayman. Sizlar bilan shu yerda gaplashamiz. Gaplashib o'tiramiz. Mayli, obuna bo'linglar. Obuna bo'lmaylar. Men farqi yo'q. 50 ta bo'lsam xursand bo'lardim. Sizlar bilan yo'g'razam bo'ldi. Hammaga xayr. Kuninglar tinch o'tsin.